Assalomu alaykum aziz ko'rmanlar. Tartaq Santi programmamizning yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Ramila Aysan. 90 yillarning oxiri 2000 yillarning boshlarida bir mahal yuqori ko'tarilgan VCD film ishlash qizg'inligi bilan Uyg'ur televiziya teatrchiligiga nurg'ulg'an esli asarlar qo'shildi. Biz bugungi programmamizning ekran sahifasida mana shu filmlar ichida xalqimizning yoqtirib ko'rishiga noil bo'lgan 2000 yil ishlangan Omad va Qiyomat nomli ikki qismli televiziya teatri va mushu filmdagi bir qism ijodiyatchi va aktyorlar bilan qisqacha suhbat etib bormoqchi. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Bizning bu oshxonada aroq ichishga bo'lmaydi. Zamuğu qanqıca işib kirgendim olmasa. O'zi sizni ko'rib zar bo'lib ishkib kelayotgandim ha. Osmoningda oy bo'lib, jimi odamni tang ko'rsam, biyolingda choy bo'lib, nalaringni Qo'lini tart. Ha? Qerini to'ymagan. Nima deysan? Aroqni men ichsam sen mas oldingmi? Samim ishlamchi bir cho'pchi g'ob bu yerda. Nima? Sen oshxonaga emas, qushxonaga borsan o'g'li. Tez yo'qol. Muborak bo'lsin, ayolingiz o'g'il tug'di. Nima? Ajab yaxshi, barakalloh. Rahmat sizga doktor. Men hozirgacha bunda xush xabarni anglab boqmabdiman, rahmat. Qanchalik keltiramiz? Manga tul xotinning qurg'in lozim emas. 5 kilodan 10 kilogacha. Yengil mal keltirdik. 10 yil pulni qanday hal qilamiz? Yetkichi qarzilinglar. Hozir qarzlar bo'lishmi, jur'at, shijoat, mardonlik hisoblanadi. To'g'ri. Mushkullarda qarzlar o'qilib, maqtanayotganlarmi oz emas. Nemish bo'ldi bolam? Biroz bo'za ketdimi? Yo'q, opa. Nemish bo'ldi? O'qimayman. Nemishqa? Pulli deydigan u maktab. O'tgan hafta 50 qo'y bergandim. Bugun yana 80 qo'y ev qilishlar deydi. Sening xizmating bo'lmasa, pulni nerdan topsan? Shuni o'qimayman. Jinim bolam, opa. Ha, xo'sh qani. Ha, qani, ilinglar. Ha. Ha. Bilirsən qoğa, tex tünügüllar tötünün bir ettim. Tepsem tahtıtırgidek kıranşı gittim aka, unda qımma. Buni o'zingdan ko'p. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Bu filmning ssenariysini yozgan va rejissyorlik qilgan kishi bo'lsa, Xinjiang Unsun nashriyatining muharriri, dangliq shoir va yozuvchi Abdurim Abdulla apandim. Abdurimga xush kelibsiz. Amdi nurg'un kishilar siz yozgan Tilak Atlan nomli shu fasadlik she'rlaringizga ishlangan o'chmas naqshlarni intayin yaxshi ko'rib anglaydi. Shuning bilan birga siz yozgan hikoyalarni, povestlarni intayin yaxshi ko'rdi. Lekin nurg'un kishilar sizning ssenariysini yozib film ishlaganligingizni bilmasligi mumkin. Unda xo'sa oldi bilan shu kan ko'rmallarimizga shu filmning ssenariysini yozish va rejissyorlik qilish jihatiga ishlarni bir so'zlab o'tamsiz. 1999 yılı başı gerek. Merhum kaynapam Rana Khan bana bir lotereya bildi verdi. Abdirim bugün şuna kapat çıkıp kaptırmış biletlerini. Bir körüp baksanız deyip. Ben badım. Bırak o numara yakın mı gelmepti ben begen biletke. Lakin şu cağda bir xiyal kallamdan geçti. Bugün eğer kapat çıkıp kalsa yüzüne içmen koy. Bunu kaynapamın mekbuz tutsam bilmeydikken bu ayal. Dep oylapla bir vapasız, insafsız, bir aşköz köyoğulunun selbi obraz hayalini geçti kara. Şimdi bu bir tragediya asıl oldu. Bir neçe gün ötüp bu senaryosunu yazdım. Senaryosunu yaxşı yazıldı. Keyin bir işki davayım vallahi kösettim bana. Kösetsem buna senaryonu görüp başka iş koşuptu. Keyin paranlaşsak. Qarasam bu ba'zilerde komediyaga aylanib qapti bunga. Voy, bo'lmadi bu sizlar uqmaydigansizlar bu filmning xarakterini. Deb ularni qaytarib olib televiziyaning operatori jur'atga ko'rsatdim. Ko'rsatsam, nima hayajonda kirib chiqqaniga, voy Abduriyam
bu qattiq pishiq ezilibdi, buningga davyan ketmaydi, o'zingizni qiling bu ishni. Dedi. Shuning bilan rejissyorlikni o'zim ishladim. Yana bir masala bu yerda. Rejissyorlikni o'zim ishlash jarayonida rol tanlash to'g'ri keldi. Men shu chaqda oilam opera maktabining ichida. Bütün danlıq artistlar mening qulim qo'shnilarim. Shularni tanlasam bo'ladi. Biroq birisi filmning rolchilari yangi bo'lsin deb o'yladim. İkincisi bir oilaviy xotira bo'lib qolsin deb o'ylab, asosan marhum Munavvar avloddan boshqa asosiy rolchilarni o'zimning tuqqanlaridan, inim va o'g'limdan tanladim. Filmdeki başrol Kameranın rolünü oynayan Kuşlar Avlumet, benim bir tuğan akam Avlumet'in oğlu oldu. Kameranın oğlu olan Merdan, benim uçaktaki 11 yaşındaki oğlum. İsmi Merdan oldu. Munavvar Avlumet'in anası olan Amina degan ayol, hazır ayolim Gülsüm'ün acısı kaynak için oldu. Amina. Urug' tuqqanlardan Amina tugab ketdi. Hem şu rolda yaxshi bir rollardan bir ayol var. Bu Kuşlarning apisi Asim Edem. Akamning ayoli. Aksu san'atmekning o'z vaqtidagi danliq drama artisti bo'ldi. Qo'shimcha rollarda bizning tuqqanlardan bir necha odam qatnashdi. Shuning bilan bu film herhalde men o'ylagandan yaxshiroq chiqdi. Bo'ldi-mi? Oğlum Merdan 11 yaş vakti qanday o'ynadi deb dargumon rolga salsam, bu bola men o'ylagandan nechasi yaxshi o'ynab berdi. Boshqalar hayron qildi. Bugun bu o'g'lim suhbat kelmay qoldi, xizmat aldirish qilib. Shunday ishlangan film bo'ldi bu. Xudo xohlasa shu sizning ham tunji qitimliq rejissyorlik qilgan bir filmingizda shu jarayonlarda qiyinchiliklar bo'ldimi? Ham ssenariy pishiq bo'lgandan keyin rejissyorlik jarayonida qiynalmadik. Birisi rolchilarimni yaxshi o'ynab berdi. Moslashdi. Rolchilar moslashgandan keyin bu Davyanga, Abdurga qiyinchilik his qilmaydi ekan. Rolchilar ham bo'lib qolsa, qayta keldi ish, o'g'izlagan gap. Bularma başrol oynagan Kameranın rolunu algan Kuşlar, danlıq drama artisti. Munavvar avlod bo'lsa bu bizning necha qatim kinoga başrolda qatnashgan danlıq ovoz artisti. O'g'lim Merdan kichik bo'lsa yaxshi o'ynab berdi. Shunda bo'lganda menga ancha egri ekan edi. Shu artistlarni tanlashdimi, siz bir yangicha usulni qo'llanibsiz. Shu vaqtida hamda hammalar san'at oilasida bo'lganliginglar uchun shunda muvaffaqiyat ish qilibdi. Mening bilishimcha u vaqtlarda mustaq kinolar ishlangan vaqtida hozirgidek taraqqiyot yo'qda, anoniki mablag' jihatlardimi, hozirga o'xshash mablag' sog'uvchilar pulni ayamay chiqargan bir ishlar yo'q ekan, to'q bilishimcha mablag' jihati uchun oiladan chiqardinglarmi? Mablag' o'zim shaxsiy chiqardim. Bizim azıcık pul battı, şu pul yetti. 80-90 ming pul ketdi. Filmni ishlash jarayonida sizga bek ta'sir qilgan bir qiziqarlik yoki bir asdan chiqmagan bir aslimlar bormidi? Bir mesele ish bor edi. Shu film ishlashdan burun Kuşlarga, Kameran roliga bir shimkastim ilish to'g'ri keldi. Magazinda. Bir magazinga bordik. Qo'limda 30 ming pul bor so'ngida. Kimni aldık, kimni pulni berib. Somkesh pokenishda qapti qara. Shundan kelib, qarasam bizning ag'ini balla, masalan, Ahmadcha Ahtam Erkinniyaz opera maktabiga. Film ishlashning bosh tayyorliklarini, planlarini tuzib turibdi. Kelib bilib qoldim, pul yo'q. Bu cho'ng odam, ming odam kirib chiqadigan magazin allaqachon yo'qdi pul deb o'ylayman. Sen balla bo'ldi. Film to'xtadi, ishlamaymiz desam, nima bo'ldi deydi. Pulni yo'qotdim. Qancha pul deydi? 40 ming pul desam, Ahmadcha Ahtam ag'indim. Voy bo'ldi Abdurim. Pul yo'qsa menda pul bor. Filmni ishlaymiz. Dedi. Deb bo'lib, juranga bir berib qo'yildi dedi. Orliq necha soat vaqt o'tgan? 1 soat vaqt o'tdi. Shaydan bir ishga desa, paranlashib magazinga bordik. Magazin ishkidan kirishimizga bir kichik ayol meni ko'rib "Oy, ta Layla" deb soldi.
Bir ümit qo'zg'alib uyg'ondi mendan. Shunda javonni qarasam, so'mka javonni ustida turdi. Shunda kirsak, "Masinangmi?" dedi, "Mening" desam, "Ishi nima bor?" dedi. "Allah desam, "Epadi, sirpishni olsam, ratmagan pul to'zib chiqdi shunaqda." Chiqib pul ko'rindi. "Oyo" dedi. "Shal 500 ko'p pulni tanglisam, "Voy" deb u ayol og'il unimidi. Shuning bilan bu agar shu pul yo'qolib ketgan ahvoldimi? Erkin Niyaz, Ahmadjon Ahtamballah filmni ishlaymiz. Pulni biz chiqaramiz deb shuncha do'stonlik ko'rsatgan. Demak, siz shu do'kon bog'cha arliqda bo'ldi, bu pulda umid yo'q deb, butun umidingiz o'sib bo'lib ekan sizda. Pul yo'q deb o'ylagandim. Shu do'konda ishlaydigan bir kasbchilar nihoyat bir oq ko'ngil, yaxshi niyatli kishilar ekan. Abdurimka, endi shundoq yaxshi ssenariyni yozib, shundoq yaxshi bir televiziya teatrini xalqimizga sunib ekansiz. Unda xos buningdan boshqa yozgan ssenariylaringiz bormi? Men aslida o'zim shoirman. Ben ko'proq she'r yozdim hayotımda. Ondan sırt hikoya, povest, o'chiriklarni yozdim. Ondan netice qozondim. 90-yillarda bu sinallık o asboblar umumlashmagan bir chaqda bir hikoya yozdim. Kechir ana deydigan. Uni yozishim shu chaqda Tarix jurnaliga oqibatning bir yilning ichida 3 hikoya e'lon qilindi. 3 hikoyaning mazmunida bir yüzsiz vafosuz kelin bor edi. Bir yigit Janubiy Shinjongdan Urumchi dashi o'qish keldi. O'qish bitirib Urumchida xizmat qildi. Keyin shahardan o'ylandi bu yigit. Atanisi izda. Keyin bu atanisi yigitni yo'qlab kelsa, bu kelin qaynonasini e'tirof qilib unamaydi. 3 hikoya o'xshash bir mazmunda. Şu men Urumchida qilib qoldim. O'ylanmagan vaqtim, voy, men o'ylansam Urumchidan. Men shunday bir Ahvolga uchraman bu. Ahvolga uchrab qolar, nachar ayol deb qolarmanmi deb ansirab, yo'q. Shahar qizlarining hammasi unda nachar bo'lmaydi deb o'ylab, bir vafodor yaxshi kelinning obrazini yozgim keldi. So'ng kechiranda bir hikoya yozdim. Tarix jurnalida e'lon qilindi. Ta'siri yaxshi bo'ldi. Radio stansiyasi buni qayta taklif bilan anlatgandan keyin televiziya stansiyasining o'z vaqtidagi rejissyori Nijat Niyaz. Abdurmishni biz ssenariy qilmaydimi dedi. Hikoya o'zimni bo'lgandan keyin oqshomda bir 10 necha betlik ssenariy yozdim. Yazib shu alaqani ballab 5000 koy, 10 000 koydan pul tashlab bir 50 minglik pul yig'dik. Shuning bilan bir qismi film ishlendi. Film ishlanganda men baş rolni tanlashni Nijatga berdim. Nijat davim bana. Ayal Guljamal Niyaz'ını tanladı. Ana roliga men taklif etdim. Qarasam, en kelishgan bir mamay Zonu qiz edimiz, merhum Zonu qiz edimiz. Shu rolga bak. Zonu qiz edimni tanlayılsam Nijat qo'shildi. Zonu qiz edim shu tunji qadim kechiranda ana roliga chiqib, shundan keyin tunilib, qayta ana roliga chiqib ketdi. Shu Kechir ana degan filmni shu bilan televiziyaga biz haqsiz berdik. 2 yil Xansoch kanalda, O'rish kanalda Xansoch sistemining Benjur'un Arslan Abdullah tercüme qilib berdi. Xansoch kanaldan berdi, O'rish kanaldan berdi. Yelg'ish ko'rganlar shu filmni unutmay o'zdi. Yili hamma mayli cho'nglar bo'lsin, kichiklar bo'lsin, intayin yaxshi ko'rdi. Endi shu filmning ham eng ta'sir qilgan mazmuni bo'lish bilan birga tang o'rinda naqshinimi shunchalik yaxshi ko'rdi. Ash naqsh tekstini o'zingiz yozganmi? Naqsh tekst mening emas. Ko'plar shu Abdurrahman deydi ekan. Uning naqsh tekst mening emas. Dastlabdan bir turpanli bir naqshchi bola o'qigan naqsha bor. Janada deydi. Lekin film ona yaxshi tushgan. Bak tushgan, ha. O naqshni Nijat Niyaz o'zi tanladi. Undan keyin yana bir film ishladim. Bayavandagi podshoh deydi. Ondan o'g'lim Mardan shu 13 yosh vaqtda başrol oldi. Filmni bitirib, az 5-6 yil bo'ldi. Tatmamda turdi. Bazarsanmadinglar. Ha. Bazarsanmadinglar. Sebep film o'g'rilaridan anzirdik. Ha. Odatda bir velosiped o'g'irlagan o'g'rini qonun jinoyat javobini surishtirdi uniki.
bir film deganning necha 100 ming, necha millionga tutadigan narsa bu. Birimiz vaqt emgak ketadi. Film bozor senilib bo'lguncha o'g'irlar marab ketdilar, uni o'g'irlab Qanusiz nashr qildi. qonus nashr qilib o'zlari. Qonus kirim qiladi ekan, pul topadi ekan. Lekin yilgacha bu madaniyat bozorlarini boshqarish o'rinlari, qonun o'rinlari bunga e'tibor bermadi. Masalan, 2000-yillarning boshlarida nimadan Urumchida haftaga bir yangi kino chiqibdi. Keyin qarasak bu o'sha Doban ancha chiqib emas. Keyin Dobanchilik ko'payib ketib, o'g'il ko'payib ketgandan keyin bular mablag' solishga qo'rqib qoldi. Mablag'ning izi chiqmadi film ishlagan bilan. Menda hozir ishlasam ishligida bo'lgan 4-5 ssenariy bor. Yaxshi ssenariylar. Ishlayapman. Ishlab qo'yganni bozorga solamadim. Biz nurg'un film ishlaydigan bolalar bor. Şehrimizde, Otmuray'ında. Şu Doban işinden emsirep bu film işler bazarımız biz üzgüçülükler kriz kuruş geldi. Bizden kendi görürmenlerimiz şu söhbetini koygandan keyin belki bu vaqtda azroq o'ylashi mumkin, qonun organlarimi mush masalani texmo ching tutish kerakligini o'ylashi ham shuning bilan birga har bir ko'rurman bo'g'ichi, har bir san'atkor bo'g'ichi mush ish ustida yaxshi bir yo'lni tepishni cho'qim o'yildi deb o'ylayman. Unda siz yozgan she'rlarni men tayin yaxshi ko'ramiz, she'rlaringizga ishlangan naqshlarni men tayin yaxshi ko'ramiz. Mush jihatdimi yana davomli naqshchilarimizga yaxshi she'rlarni yozib berishni shuning bilan birga o'zingizning yozgan she'rlarning bir ijodiyat kechiliklarini o'tkazish to'g'risida bir plan qilib baqdingizmi? Uni plan qildim. Men bir şiir toplamı 3. çıkardım hazır. Ben bir diplomasiyaya değişleş hayalim var. Şiirlerini tanlap. Ben idarenin pensiyaga çıktım. Ben 30 idarede yalnız edebiyatlık işledim. Bunun yolunu yaxshi bilaman. Tecrübem var. Ben işleyen, yazgan naqshlarga, işleyen tekstdagi she'rlarga ishlangan naqshlar hali ko'p. Shuni janlasang bir oqshomga yetadi ekan. Uni o'ylashib o'tirmamdi. Yaqinroq pensiyaga chiqdim. Buni asta-asta qilmoqda bo'lsa. Demek şu sizden yaxshi ko'rgan asarlarimizning davomlashishini biz unutib qolmaydigan yaxshi xotir sifat saqlanib qolishni hammamiz orzu qilamiz. Buning keyingi ishlaringizga texmo utuqlar yor bo'lsin. Rahmat. Filmdagi baş rol Kamran obrazini yaratgan artist bo'lsa, Şinjan san'at yurti opera teatrining tanliq aktyori va naqshchi Xushtar Ablimid. Xushtarga xush kelibsiz. Xush bulduk. Siz bu filmda Kamran obrazini, ya'ni yaxshilikqa yomonlikqa aytiradigan bir nomard obrazni yaratib ekansiz. Unda bo'lsa, oldi bilan mush rolga tanlanish jarayoningizni, ananikin mush rolni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Buldu. Men şu sanat hayatımda nurg'un dramalarni o'ynaganchim. Muzikalik drama, usullik teatr, muzikalik teatr, bir 14-15 tagi yetidi. Şu Uncham, Qisas, Lutfullah Mutallib, Tanshan o'g'li deymiz. Mo'ljartaq borallari, ajoyib to'y, aldangan aqida, qatorliq nurg'un dramalar bor. Dramalarning ichida yana shu bizning opera teatr o'ynagan dramalardanmi? Aman Nisaxon, ikkinchi qatim yana Uncham, qatorliq nurg'un dramalarga da yaxshi rol o'ynab chiqdim. Hamda o'zimga bergan rollarni rejissyorning talibi bo'yicha o'ynab chiqdik. Bu jihatda mening azroq asosim o'zimning kasb shu bo'lgandan keyin kino teatrlardami shu nurg'un rollarni olgan. Rol ilish jihati faqat qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik yo'q deyman o'zimga. Endi rolni bir kitobni bergandan keyin buning chuqum kitobning shu obrazning xarakterini o'ylab, uni o'zimizning ijodkorligimiz bo'ldi, ijod qildigan gap. Bu jihatda endi uzun yillik artistman. Shunday bo'lgandan keyin bu jihatda qiyinlik yo'q deb bilaman. Qiynalgan yerlarim bor. Ba'zan bir filmni boshlash jihatning oldiga tayyorlik ishlarda bize igizbes bo'lgan ishlar bo'ladi. Endi bu normal ahvol. Endi shu
Ahmet Kıyamet'ten ibaret şu televizyon tiyatro baş tayyorlash jarayoni, ishlash jarayoni deymiz. Şu rollarni taqsim qilish jarayonida bu xabar menga keldi-chu. Bu rolni talashgan artistlar intan ko'pdi. Chunki Yaxshi rol bo'lsa. Yaxshi rol bo'lsa, hammadan men o'ynasam deydi-ku. Shuning bilan bu Abdurumkam yozgan tursa, bu mening tog'am tursa, chuqur menga burdi, menga ishindi, yaxshi o'ynab ketishimga ishindi. Deb degandek o'zining ko'ngildagidek bu rolni siz o'ynaysiz. Men bilaman burun rollarni yaxshi o'ynagan deb bu rolni kitobni menga berdi. Bergan kitobni qo'limga olsam, bu shunday bir obraz ekanda, salbiy obraz. Bu ham 5-6 xil xarakteri bor obrazning. Boshda intan yaxshi bola bu. Bir Yezidin cho'ng shaharga berib, o'zining kunni elish istigi bilan Urumchiga kelgan bir ko'rinishlar bor. Kelib bu yerda shu qo'saq osh qilib, nima qilishni bilmay bir yaxshilik qiladigan bir yaxshilarning oldiga uchraymanda, men bir oshxonadagi bir kichik oshxonaning xo'jayini. Shu yerga tomoq yeyib kirish jarayonimda nayt mening shu obrazim shunday nayt g'arib ishim yo'q. Yani pulni chiqaramaygan shunday holatda shunday shu pulning tomoqning bahosini so'ramaydi tomoq yeydigan bir ko'rinishim bor. Ozroq yuqori bo'lgandan keyin qushlar qo'limdan tushib ketib, jim tavis o'tirib ketibman. Sen bu xo'jayin meni uqib qoldi meni. Qandaq biyaram bo'lib ketganligimni. Deb shuni bilan buningdan boshqa yana tomoqlarni oldimga elib, nayti shu tomoqlarni huzurinib yeb, ashuna boshlandi bu ko'rinish. Buningda bu tarafdagi birinchi bosqichdagi xarakterim shundaq. Keyin meni yaxshi issiq ko'rinib qilib baliq oldi. Yana bir ko'rinishlar bor. Yo'qlik oldi oraliqda Cho'lpon bilan shu xo'jayinning qizi. Bunun bilan ko'rishish, bunun bilan aloqa, u yerda men nurg'un uchoqlarga o't yoqib, me'morlarni kutadigan bir ko'rinishlarim bor. Buningda endi men shuni qilib boqmagandan keyin biza tamtlash bo'ldi. Mana bunday ekan deb asta-asta tabiiy holatda buni qilib ketdim. Keyingi ikkinchi o'zgarishda lotereya chiqib qilib, biroqlam xiyolim o'zgardi meniki. Tezda o'zgarib to'xta deb u lotereyaningki chiqqan pulni demaydi chiqmabdi deblar. Aralıqda yomon yo'lga qarab, men jamiyat bilan aloqalashiman, aralashiman, og'inam ko'p bo'ladi. Keyin xo'jayin bo'laman, do'konlarni echib, kiyim-kechaklar o'zgarib, ya'ni bir xato bir yo'llarga men qilmanda endi. Stiljiat ozroq bir narsalar bor u yerda, ko'rinishlar bor. Ya'ni u bir obraz, yana bir obraz oxirida vayron bo'lish qarab mangdigan gap, tamokilarni elip setip çekip degandek. Ahırda oyumu vayron buldu. Ahırki ko'rinishda şu tragediya. Ülep tugaydigan. Yana mening burungi ayolim shu tuproq fashiga chiqib, balamni elib, gullarni qilib, qo'yib, o'sha tavab qilgan bir ko'rinishlar bor. Demak, necha xil o'zgarish? Necha xil xarakter bor endi. Odatda qo'limdagi musiqalarni setib, shu sen chiqqaningizda ardochozda ishildi o'qib bilimni. Endi bu yerda shu girimmi nimasi yo'qda, shu faqat yomg'ir patqoqlik yo'llardim shunaqa nima qilib line epli biz shunday ishlayotgan film hamda bu. Epli yuz ko'zdagi sugapli hamda muqim bir girimchik uchoqda oltirashlikda uni qilamdi. Qilqindak Abdurumkam degandek pullarni tashlab qo'yib film to'xtadi degan keyin Allohlar deb bir-birimiz bilan g'ijildishdigan. Shunday ishlarmi bo'ldi. Bu normal ahvol hamda. Hatta film ishlash jarayonida Avaz ağaya özenbildik kirdim Kur'an. Bazı rejissörler avazga aralashmaydi. Avazın filminin karakterini özgertadigan narsa bu. Avaz to'g'ri bilmasam. Hatta biz Qushlar film rol o'tida men burun rejissyorlik qilgan odam emas. Öpüşörədik hayran qildi. Masalan, Qushlarning alaqı yaxshi vaqtlari yo'qdi. Satı vaqtlari. Shu aşkınlığa birden un tuşuydu, birden go'sht tuşuydu, birden süt tuşuydu. Aş ko'rinishda bir ko'rinishi var. Bir xalt unni velosipedning kayniga qo'yib, oshxonaga unga keldi bu. Qarab tursam, velosipeddan putni og'iga kelib tushdi bu. O qushlar bo'lmadi, bo'lmasa nemiz bo'lmadi deydi. Og'ingiz uni va uni atlab tushdingiz bo'lmaydi. Xato
Voldemort deydi. Aldınız aklınız unva. Putne bilişpe aldın hep şu. Onun atman. Sen o bu nazik bir işkene bu baba işte. To'g'ri. Kendin bir put koşuna bilişpe aldık hep ben. Çapını görmüş bu. Sen yani koşunu Aldın aldıydı. aldın. Hem de akın değil ama koşu put dikası bulmaydı kuşlar. Sen Abdurrahim gitti de demek film işleşti başından nazik halkla da köpüşüreydi gel. Turmushdagi narsalar ina tabiiy bo'lmasa, Mesela bir kuzunun bir bilimide bir ertesi takdirden düşüple Bestan'ın konu jumayla Su içti. su içip etti de bütün halkın fikri çıktı aşağıda. Bu kandan su içip oldu bu. Biz Müslümanlar konu jüvette hep çaykap, an su içip balıkanda içken su olgan degan. Keyin şu görünüşüne demişler evet de görünüşüne. Demek bu en nazik belleğe dikkat kılmasa film bulmaydı. shuning bilan bu qatim tövendima yezi xizmetidagilarni al so'rash o'yin ammo qarshida tushib turmiz shu biz. Haligi sirtda o'yan qo'ydigan ishlar intayin ko'p. Uchirganlar shuna deydi menga. Haligi biladiganda omad qiyomat deb u shayadan chiqqan shayog baga o'yan qo'yap. Ular be xap bo'lib ketibdi bu filmni ko'rib. Oldin qatim menga degan shayadan xili tuzuk odamlar. Assalomu alaykum deb biza va alaykum assalom deb o'yan qo'yg'ul keldik deb bo'ldik. Şayadın unda adam çıkmaydı. Dep turuplu kaldım. Anda kankıp çıkıp şayını taşlap, ayağı verip, anda elikinde işte bilen şuğunluğa adam şayadın çıkmaydı depti. Toğra şayadın çıkmaydı. Bu traplerden bizden bu toğru düşünüyorlar. Bu bir sanat dedim. Bu film. Siz ne ulanın xiyalda hem de bizim bir şayanığın obro'yini münasibeti var. Yüzümüzünü mıkıp koydu dep eliki bunu eliki tüzle manda düşengen gap. Sanat düşünemi geldi. Sanat ne unda mıkımmaptı ular. Matrapni düşünmey, atrapni düşünmey. Ben bir jutun ismini anmay bulmaydı yaşadı. Kaç jutun bir jutun ismi iliş doğru geldi. Hem kandı bana şaya isim geldi. Sen katnaş linisi yarakrak ya bu kadar gen. Dolamayacağız baya. Şayanı tanısam hatta adatik adam demez. Biz daha şöyle bazı okuşa ağındırım. Şayalık valla. Şuna mı kapı oldu? Aşılarımız Şimdi şundan. başka bir tepini bizim abdülüm. Şayadın çıkırıp çıkıyor şayadın çıkıyor. Şu Abduz'da kelgen şayadın çıkan yürüm baş. Ketmen mozini ki daha kılıp kelipla. Ahırda iş boğan diken. Bize şimdi anda düşünüp kaptı da bular. Hatta düşünüş. Şayadın çıkan ne sattı. Yakşı adam bu. Kameranın diken. Biz ürüp gidip çoğun şehir buzdu bunu. Şaya buz mu der? Şehir buz der. muhit. Onu bular düşünmeye Ondan kaldı. baktım oyan koyulmasak şu Şayanınki bir kentde oyan koyduk da Yapım rayonunki şu Seyyan Nazareti, Mart Nazareti'nin hizmet korpusu bakken şu oyan koyup juduk. Şayada yani bir yazıcı bir kız alıp bakken. Artistlerge çakçak bu şu kelgen artistlerge çakçakta beşimiz nakşçılardan beşimiz. Haganda itot oynaydıganlar bagan. Üçümüzge çakçak kıptı. Bir kız vardı çıkıp ahırda bana kelgende yani şu Ahmet Kıyamet'in gipini dekilmesi yakılıp okudu bu. Darabını çakçak dep sözlep ketip kak parak külüşü atıdı. Ahmet Kıyamet dep deydi Ahmet Kıyamet dep taşıldığınız kavlan kapak ne deydi. Kavıcı demekçi mi? Kavlan kapak ne? Siz bizdek artistler gerek. Benim taşlan kabak ne demdi o. Şundak şekilde bir nes inta keltiriyor tuttu. Güzel Nurga Abdullah üçümüzge şundak. Bir nes tükeni külüp kettik. Bunların isi de eken dep. İş kılıp bu filmninki xalqlarga bo'lgan ta'sirini ta yaxshi bo'lgan o'xshaydi deb bildim men. Aşı nurg'un ko'rmalarimiz yaxshi ko'rganligi uchun sizning shu filmdagi Kamran obrazi, anandagi shu yurtning bir adimi degan xiyol tabiiylik kelib qoldi-da ularning. Hamda shu nurg'un ko'rmalar sizni hozir ko'zim Kamran demdi. Kamran deydiganlar bor. Kamran deydi. Meni Şu filmden keyin qarang. To'g'ri ko'p bolalar ismi Kamran bo'lib ketdi. Kamran oz deydi. Kameran'daki Çalıkış'taki romanda bir baş kahramanın ismi bu. Şu isim gelip oğlumun ismini Merdan gelmek, Kameran Merdan olsun deyip Kameran koysam, şundaki küçük balaların ismi Kamran bo'lib ketdi. Kameran bo'lib ketibdi. Anadaki yana şu taksi o'ltirib qolsamiz so'raydi. Bu daha qarab qo'yib siz haliqi bola shu ha deydi. Men shu qaysi bo'la desam haliqi
Eliqi deb qo'ydi. Ahmet Qiyomat. Ha, dal shu. Bu ishlamas bo'lib ketdingmi? Bu kino qani debdi. Men boshqa javob berdim. Hozir to'rda kinolar ko'p. To'rni bosgandagilar nurg'un Amerikaning kinosini ko'rgan bo'lib ketdi. Endi shaxsiy kinolarni, anda kinolarni burun intan yaxshi. Hozir ishlab qolsak, ko'tarmaydi. Hozir do'ban deylar bo'lib ketdi. Uning ustiga uni tasdiqlatishmi bir masala bo'lib qoldi. Deb javob berdim. Ya naqsh etmaysiz, necha yil bo'lib ketdi. 2-3 yil bo'ldi. Televizor naqshi bermedim. Naqshlar bor, hozir qilyapmiz. Shu Abdurumkamning vaqti yo'q, tekst yozdiganchu. Mening naqshlarimni asosan Abdurumkam yozdi u tekstni. Deb yaqinda bir narsa tayyorlab qilayotgan. Kapti qachon qilamiz deydi. Boshlayli tekst yozishni, CD-ninki tayyorlab qo'yayotgan. Uchirganlar shuna deydi endi. Tövbelladim endi shundaq kino shu Ahmet Qiyomatninki Kechuranani biladi ekan jiq filmlarni. Ta'siri inta yaxshi bo'lib ekan deb o'yladim. Men endi bundaq davdug'u mundaq haqning imisida qolmagan bo'lishi mumkin deb o'ylagan shu vaqtlarda. Men kichik vaqtimda ko'rgan, endi sizning ismingiz chiqsa, men shaxsan shu kichik vaqtimda sizni ko'rgan obrazingiz esimga keldi. Andan keyin sizning naqshlaringizni shu bizning ota-onalarimiz davridagilar bak yaxshi ko'rdi ekan. Hozir deymizim ekranlarda bak oz uchraydigan bo'lib qoldingiz hamda nurg'un sizning o'zingizga tushliq ko'rmalarınız bor, tingshirmalarınız bor, sizning naqshlaringizni seg'indik. Bundan keyin hamda shu o'zingizningki san'at hayotida yana qanday yaxshi planlaringiz bor? Plan yaqinda shu CD-ning bir CD-ni naqsh plastik qilayin. Andan oldingi qitimqi shu Navro'z millarda naqsha bor tayyor bo'lib bo'lgan. Ba'zan naqshalar qo'sh kishilik naqshlardi. Qo'sh kishi o'qigan qizlarni nima qilolmay, ba'zan ovoz tushadigan naqshlar, tushmaydigan naqshlar bor-ku. Mayli ommabop uslubni jiqrab nima qilgan hozir shu o'zimning xarakteri shu. Shu o'zimizning milliy aralashgan ommabop, hozir rock, traktor bundan narsalar yo'q. Burun yosh vaqtimizda shuni o'ynaydik. Rock deymiz, yo'q, to'liq naqshlar. Hozir shu xalqlar bizning yoshlarimizdaglar yaxshi ko'radigan, ham yoshlar yaxshi ko'radigan bir necha naqshlarni ijod qilgan naqshlar bor, endi yaxshi. Buni birdigan vaqtida shu ba'zan sabablar tufayli idoraga chiqib qoldi ekan, yoki sirtqa uyan qo'ygan ishkirga bir yil u yerda uyab qo'yib qoldim. Endi salomatligimizga bilimdan azran miqib qilib 2 yil shundaq uzilib qoldi-da. Naqshi sahnadagi narsam uzilib qoldi. Lekin o'yanda yana naqshi o'qiyman. Lekin televizorda shu naqshi uzilib qoldi. Qishlarni bir naqsi bor. Şu zaman bana Abdülmüküm ana hakkında bir tekst yazıp deydi. Onun ana hakkında iki nakşı var bununki. Şu kişi bir okuyduğun. Kuşlar zaman deydi. Bu ana hakkında etevemey nakşına. Dadınız hakkında nakşı etmekle. Dadınız beni akam buldu da. Şu yak akeldim. Dadınız hakkında nakşı etmekle. Ana o dadı hakkında yazıp vermem size. Bir nakşı yazsam yakşı okudu bunu. Ağını zahir bura işlep verdi. Kuşlardan okuyan nakşı en tetiğin şu. Akam ekranға әкелдік акамны. Nakşı okuyan akam rahmetlik. Akam ötkenci tükep gitti. Rasmi ekranға әкелдік akamны. Yaxşı bir nakşı bolgan şu. Hem yakında yani bir film işleş xiyali var. Bütün teksti şu bizem jöndeyim bunun endi. Tekstini yaxşı qıpırdı şu. Ya görmedi. Bırak mı kalamak vermedi qaram. Ma məsələlər qısa qoydu. Kalamak vermedi. Sot kuşu qaçqan. Ayının 15 qarangı degan tekstlarni görmedi. Tekstlarni başından hamısı qaliq yaxşı görgen oyunda oquydigan. Kuşlarımız adı çıkmalı tekstdeydi. Ma Muxtar Bağırlar bula falan pul deydigan. Nemsiz onu rahmetlikler. Ben aldım beğenmez pul demedim ben tekstler. Özünüz yaxşı görganligingiz uchun-da. Shuni hizbamdikin deyman. Pul bermagandikin bana voy olmayman deb turdi, lekin bersam olishi mumkin. Vaqtim bersam cho'qim yozmaydi-da tekstni. Hozir so'zilib ketdi. Unda qiz oldin bir biza berasiz deydi. Bir ajrim shu Abdurumkam so'zlayapti. Shuni tekst bermayman. Bu Ahmet Qiyomatdan keyin o'zal muqomini ishlab filmni ikki qismli uni ishlab turasiz. U haliqi o'zal muqomiga vaqalik kirgizadigan-ku. MTV shaklidagi vaqalik tijorat muqom tekstida nima bo'lsa, shu vaqalik butun Shinjongning amiriga berib, men bir karvandan ki obrazida atdan tushmay bir oy atning ustida o'tirib, tutturimga ishib, boshina bo'lib ketdi, at ushlashtirib. At bilan malni elib oyoq setib, oyoqdan oyoqqa kelib. Undan keyin boshqa filmlarga chiqmadik. İdarani xizmatlar ko'proq bo'lib ketdi-ku. Shu o'yin qo'ydigan, oyoq mangdigan ishlar bor. Shuning bilan
taqishib qolib ba'zi ishlar. Udul kelmay qoldi. Udul kelmaydi. Buldu Xushtarkam, sizning naxshlaringizni intayin yaxshi ko'rib, cho'nglar bakrak yaxshi ko'rib anglaydi. Men yaqinda yangi naxshlaringiz chiqmaganligi uchunmi bizga anglaydigan fursat bo'lmay qoldi. Mush hozirgi yoshlarnimi, cho'nglarnimi o'zingizning davrdosh qurdoshlarini o'ylagan asosda ijodiy naxshlaringizni shu keng tingsharmanlarga, ko'rmanlarga sunishingizni. Uningni boshqa shu rol elish jihatdagi talantingizni texim namoyon qilib, mushtaq yaxshi ssenariyalar bo'lsa, yaxshi obrazlarni yaratishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Filmdagi bosh personaj Cho'lpon obrazini yaratgan artist bo'lsa, hammamiz intayin yaxshi ko'radigan atoqli ovoz artisti marhuma Munavvar Ablat. Afsus, Munavvar odam ekranda yangrab turgan sehrlik ovozi va mana shunday mehrlik obrazni bizga qoldirib, bizdan vaqtsiz ayrildi. Mushu munosabatda marhuma Munavvar odamga cheksiz sig'inishimizni bildiramiz. Shuning bilan birga bugungi programmamizning yodnoma sahifasida marhuma Munavvar Ablatning san'at hayoti bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Bugun qimmatli vaqtinglarni ajratib programmamizga qatnashganliginglardan intayin xursandmiz. Yana fursatlar bo'lsa, programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishga tashlamiz. Sizlarning bundan keyingi san'at hayotingizga, ijodiyatingizga qutlug'lar yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rahmat. Bir 1980 yillarning oxiri, 1990 yillarning boshlarida Şinjan televiziya stansiyasi tarjim qilgan filmlar ichida Dedak Izora filmida Ichi yomon, Qarniyat Nigir ayol Roza. Eranbaqqa qaytish filmida Shuhratparast, Agavur, Shallaq ayol Jolidan iborat salbiy obrazlarga voyiq yetkazib ovoz berib, keng ko'rmanlarning yuksak hurmatiga erishgan Qaysar ayol deb nom olgan bir artist bor. U bo'lsa-mu Şinjan radio kino televiziya idorasi, televiziya teatr tarjim markazining atoqli ovoz artisti, tunilgan aktyor Munavvar Ablat. Munavvar Ablat 1965-yili 8-oyda Urumchida tug'ilgan. 1982-yili o'tir maktabni bitiribla Şinjan 1-iyul to'qimchilik zavodiga xizmatga tushgan. Kichigidilla san'atga ishtiyoq bog'lagan bu qizning ovozidagi tabiiy afzallikni sezgan peshqadam ovoz artistlari 1984-yili Munavvarni yangidan qurilgan Şinjan radio kino televiziya idorasining tarjima markaziga ovoz artistlikka qabul qildi. Ustozlarning minnatsiz ajri va o'zining uzluksiz tirishchanligi bilan kasbga cho'nqur ishtiyoq bog'lab, ovoz berishda o'ziga xos uslub yaratgan san'atkorlar qatoridan o'rin oldi. U ilgir oxir bo'lib, bu markaz tarjim qilib ovoz bergan Arzu, Yangnayu bilan Shavbasay, Qari yuz, Malika Aman-Nisaxon, Tangri guvoh, Po'lat qandaq tavlandi qatorliq 10 ming qismga yaqin filmga ovoz berdi. Bu filmlarning ko'pinchisi mamlakat va avtonom rayon darajalik har turli katta mukofotlarga erishdi. Natijada Munavvar Ablat degan ism Tangri teg'ining janubiy shimolidagi ko'rmanlarga tunishliq bo'lib, Munavvarmu ismi jismiga loyiq xalqning qalbidagi haqiqiy Munavvar ovoz artistiga aylandi. Onundan başqa 1985-yili Şinjan televiziya stansiyasida ishlagan Cho'lda Bo'ston filmida Aysham, 1999-yili ishlagan Omad va Qiyomat nomli televiziya teatrida Cho'lpon obrazini yaratib, shundaqla televiziya stansiyasida ishlagan Qurbon Hit, Rozi Hit, Mashrab qatorliq san'at programmalarida xizmatdoshlari bilan birga oz bo'lmagan epizodlarni nihoyatda turmushli o'ynab, aktyorlik sohasidami xeli ko'zga ko'rindi. Afsuski, Munavvarga chaplashgan mudahish kasal uni necha yil qiynagandan keyin 2007-yili 2-oyning 19-kuni oramizdan elib ketdi. Xalqning qalbidagi artist Munavvar Ablat yaratgan obraz va ovoz bergan filmlarni xalqimiz mangu unutmaydi. Assalomu
alaykum ko'rmanlar. Programmamizning Yosh Cho'lpon sahifasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Biz bugungi sahifamizda Xinjiang san'at yurti opera teatrining yosh talantli aktyori, Baxtsizlar nomli televiziya teatridagi Hikmat obrazini nayt voyaga yetkazib o'rindab, tomoshabinlarning olqishiga erishgan yosh talantli aktyorimiz Nurmamat Samat bilan qisqacha suhbat olib bormoqchi. Assalomu alaykum Nurmamat. Va alaykum assalom. Programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Rahmat sizga. Mening bilishimcha siz shu Xinjiang san'at institutining aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalangan shunaqo. Shundoq. Unda xo'sa oldi bilan kan ko'rmalarga o'zingizning san'at hayotini bir so'zlab berasiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Men Nurmuhammad Samat. Amaliyotda men kichkimdan san'atni yaxshi ko'rardim. Maktabda o'qish jarayonida sinf yig'inlari va maktabga har xil faoliyatlardan naqsha, teatr degandek narsalarni tang o'ynayotdik. Shu orzuyim bilan 2002-yili Xinjiang san'at instituti aktyorlik fakultetiga imtihon berib o'tdim. Shu o'tish jarayonida bizningki hisobda kasbiy hayotimiz boshlandi. Shu 2012-yildan boshlab o'rgangandan boshlab bizningki ustoz muallimlardan Tursunjon Zunun, Maynur Barat, Gulzor Temur, Qiyum Muhammad, Nijat Tursun qatorliq muallimlar bizga o'qituvchi bo'lib dars o'tdi. Shu qizg'inligimiz bilan ularning yetakchilik bilan biz bir tunji qadamni nihoyatda yaxshi ilib maktabga kirdik. Maktabga kirib birinchi yili aktyorlik elementlarini o'rganib bo'lgandan keyin ikkinchi yildan boshlabla bizning muallimlarningki tanishtirish bilan shu vaqtlarda jamiyatda qizg'in eqiyotgan televiziya teatrlari masalan VCD, DVD degandek narsalarda shunday narsalarga chiqqandan keyin anandan keyin bizni tabiiylan jamiyatga yuzinib ketdik. Yuzlangandan keyin o'quvchilik hayotimizdan tuyuqsizlar ham o'qib turib, ham tinchlikka xizmatlar qatnashib turib, bu xizmatlar boshlandi. Shuning bilan o'zimizning hozirgi kasbiy tajribamiz yakunlandi. Shu munosabat bilan maktabni bitirib oldik. Maktabni nihoyatda ko'ngildagidek o'zimizning orzusicha yaxshi teatrdan birini maktab bitirish murosasi mutaqaddim qilib, maktab muallimlarining bizni qo'llab kelayotgan do'stlarimiz, ota-onamizning oldiga qo'ydik. Qo'yib bo'lgandan keyin buni hammasi nihoyatda yaxshi qo'lladi. Shundan keyin maktabdan ayrılib jamiyat chiqdik. Andan keyin yana bir turkum jamiyat o'zimizniki bir cho'qim ko'msak bo'lmaydi. Chiqiblam hamda xizmatning o'rinlashadigan sharoitimiz yo'q. Har xil qiyinchiliklar uchragandan keyin shundan bilan yana bir tajriba ko'rgandan keyin andan keyin hozirgi Xinjiang san'at yurti opera teatriga imtihon berib o'tib, ular rahbarlarning qo'llab-quvvatlashi bizga bo'lgan ishonch bilan avval o'zimizga ishonchimiz bor, andan keyin ularning ishonchiga erishgandan keyin hozir rasmiy shu san'at yurti opera teatrining artist bo'lib ishlayapman. Unda bo'lsa, shu deganingizdan siz Xinjiang san'at institutininki aktyorlik kasbiga qabul qilinib o'qish 2-yildan boshlab ham shu bir tarafda o'qib, bir tarafdan kino filmlarda rol o'ynashga boshladingiz degan gap. Shu fakultetimizdagi qobiliyatli ustozlarning yetaklashida bir tarafdan o'qitib turib, bir tarafdan o'zingizning rolni joriy qildirib, shu vaqtlarda sizga bir rag'bat bo'lgan bo'lishi mumkin-a? Albatta rag'bat bo'ldi. Buningga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan o'qituvchim Gulzor Temur bo'ldi. Gulzor Temur o'qituvchim shu vaqtda maktabningki biz yangidan bir kino ekran kino ishlash bir darsligimiz bor. Shu darslikda biz o'zimiz yozgan ssenariy bilan o'zimiz ishlab, buni muvaffaqiyatli chiqqandan keyin buni biz o'quvchilar birlashib bazoq silishga bir fikrimiz o'rtoqlashib qoldi-da, o'rtoqlashgandan keyin bazoq silingandan keyin andan keyin buni cho'qim xalqimiz ko'rdi. Ko'rgandan keyin buni shu vaqtda shu qizg'inlik, shu bir shunday bir qizg'inlik yuz bergan shu vaqtlarda butun rejissor bo'lib ketdi, kino ishlaydigan ishlar bo'lib ketdi. Shunday bir davrga o'tib kelib qolgan chog'da ko'rganlar shunday bir bola yaxshi rol oldi ekan deb o'zimizning tirishchilik bilan keldi deb o'ylayman. Shundan bilan andan keyin boshqa shu vaqtdagi rejissorlar bizim ishlatayli, bizmi hamkorlashaylik degan shunday bir qizg'inliklar bilan shunday yuzinib chiqib qoldik. Buni o'zim men qo'sham. Mening bilishimcha siz shu tunji rol olgan kinomish Baxtsizlar filmiga deyman. Yo'q. Kishilarning yanida, bildiganlarning yanida buni tunjisi deb qaraydim. Tunjisi Abay degandek Gulzor Temur muallimniki bizning sinfdagi o'zimiz yozgan ssenariy Muhabbat va nafrat bir kino. Televiziya teatri. Mushinadan chiqqandan keyin andan keyin yana bir televiziya teatriga muallim bizni tunishtirib bo'lgandan keyin bu kinoni biz g'ulji qilib oldik. Mening shu chog'da g'ulji tunji qilib berishim. Shu vaqtda shu kinoni ishlatgan vaqtimizda andan keyin shu Baxtsizlar filmini shu g'uljidagi Yusufjon Qiyim deb bir g'uljanaylik emakning bir yozuvchisi bor, kasbiy yozuvchisi.
Shu yozganda artist izlatib ekan. Shu jarayonda biz ishlayotgan vaqtimizda mushtaq anglab, mushtaq bir bola kelibdi. Rol elish yaxshi ekan deb shu yerliklarni tanishtirish bilan meni izlab kelib, andan keyin shu kinoga chiqishga sabab bo'lgan. Bu hisobda 3-kino deb tushunaman ko'nglimda. 2003-2004 yil mushtaq bir mezgil. Ay şu vaqtida mening bilishimcha men to'liq o'tirib maktabda o'qiydigan vaqtimda, bu vaqtida o'qituvchimiz bizga adabiyot darsi o'tdi. Adabiyot o'qituvchimiz ashundoq yaxshi kinolar olsa qo'yib beradi-da sinfda. Andan keyin shu kinoni ko'rib bo'lgandan keyin biz munozara qildik. Shu vaqtida sinfda chiqib tangdan to'liq qizlar deydi, hammamiz yig'lab ketgan. Ash rolning ichiga kirib, demak o'g'lim Bana ta'sir qilibdi, balkim nurg'un ko'rmalarga shu Hikmat obrazingiz bak ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zingiz chiqqan televiziya filmlar ichida eng muvaffaqiyatli olib qolgan film shu deb qaramsiz. Shundoq. U ssenariyni o'zim qo'limga olib ko'rgan chog'da boshda o'qib, o'zim haqiqatan ta'sirlangan. O'zim rasmiy his qilgandan keyin, andikin bo'ladi ekan deb chiqqandan keyin, qag'in o'zimizning shu tirishchilik bilan, andikin shu rolni ishkillab tushunib olganligimiz bilan shu mustaq yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Andan shu yaqinda sizlarning shu opera teatri karvan kechiligidimi aytavur bir kechilik karvan kechiligi men Ahmaydan ko'rgandim. Buningda siz asosiy rol hisobda shu butun tragediya, komediya hammasini siz bog'laysiz-ku deyman Naqshi bilan. Yana bir qizga. Oq va qora deb ikki obrazniki. Shu vaqtida Naqshi aytganingizni anglab men bu Naqshining bir avrs aytadigan Jumur Muhammad deb o'ylagandim. Endi shu vaqtida endi karvan teatrining 3-chisi Jo'rat Voyit rejissyorniki yetakchiligida bu 3-chisi kelgan chog'da shundoq bir riyosatchilik tusini shundoq bir obrazga kirishtirib, oq va qora deb shundoq ikki bir obraz bo'lib, buningdagi yaxshi g'azab nafrat emas shundoq bo'lib, shundoq bir bayon shakllik andan keyin naqshini hamiliq bir ijodiy naqsh qilib, ham shuning ichidagi voqeliklarni naqsh orqali so'zlab bir bayon qilgan. Men shu aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalanmagan, lekin shu kino televiziya to'g'risida mening bilishimcha, shu kinoning muvaffaqiyatli suratga ilinishida, shu muzikaning, shu kinodagi naqsh tekstining munosib intayin cho'ng deb o'ylayman hamda. Shu film qo'yilgandimi, shu filmning naqshini bizning o'g'ilchilik naqshchimiz Shokirjon aytgan shunaqo, shu naqshimi intayin tomoshabinlarning yoqtirishiga erishgan, shunaqo deyman. Shundoq. Bu kinoninki naqsi 3 naqsi bor. 3 naqsi ham kishilarning yanında hozirgacha shunda bak yaxshi ta'sir bergachga hozirgacha aytilib kelyotdi. Hatto rasga qilsam, menmi hozirgacha shu kinoning neni yavatma deb o'ylayman. Shu vaqtida ham Shokirjon shu naqshini aytgandan keyin men o'ylayman, Shokirjon hozirgacha shu kino naqshini aytgandan keyin nurg'un yaxshi afzalliklarga erishdi deb o'ylayman. O'ziningki maxsus plastinkalarni chiqardi, kishilarningki kan xalqimizning yaxtırışık erişdi. Endi u kinoninki asosligi nima deganda ssenariy, eng muhimi ssenariy yaxshi yozilgan. Ssenariyninki bag'ilinishi, kulminatsiyasi, anadagi oxirlashi, unisiga tragediya nihoyat aniq, ziddiyat to'qinishi nihoyat aniq. Shundoq ziddiyat to'qinish aniq kishining endi ko'rinma bilan ko'rayotgan odam bilan shu kinoning qo'yilishidagi orliqni bog'lay oladigan shundoq bir yaxshi tavrangan bu qalam, endi shundoq bir yaxshi tekstlar bilan yozilgan shundoq bir ijodiyatlar shu asarning yaxshi chiqishi bilan munosabatli. Agar asar yaxshi chiqmasa, kino yaxshi bo'lmasa, men yaxshi naqsh bo'lsam xalqning esida qolmaydi. To'g'ri. Shundaqmi? Shuningga men shu ssenariyaninki o'zininki shundoq bir jarayoni nihoyatda turmushliq, andan keyin kishilarni shundoq bevosita ta'sir qilganlik uchun, andiki aytilgan naqshlarmi shu hissiyotlar chin bog'langanlik uchun shundoq xalqning esida qoldi deb o'ylayman. Lekin asosligi ssenariy yaxshi bo'lg'achqa naqsha cho'qim belgilik o'rinda o'zininki rolni joriy qildi. Agar ssenariy yaxshi bo'lmasa, balkim u naqshami kishilarning esida qolmaydi. Chiqishi mumkin deb o'ylayman. Albatta, shu ssenariyninki yaxshi yozilishi, rejissorlaringlarning yaxshi yetakchilik qilishi, shuning bilan sizlarga o'xshash aktyorlarimizning yaxshi o'rilishi bilan ko'rmalarning hozirgacha esida bor deb qarayman. Mening bilishimcha, Nurmuhammad shu yaqinda Karvan teatrining 3-soni qo'ygan vaqtinglarda siz shu teatrda boshdan oxir riyosatchilik roli, ya'ni shu başdan axır yeshim bulamdı, tragediya hammasini bog'lash rolini o'tabsiz. Andan keyin başdan axır naqsha aytasiz, shunaqa naqsha orqali. Shu vaqtida shu nima Naqmaydonda ko'rdim. Ko'rib, Nurmuhammad naqshni haqiqatan yaxshi aytadigan deb men o'ylamaganda ovozingizning u darajada yuqori chiqadiganini balkim ko'rmalarga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. 2014 mi? 15. 14 deyman. 2014-yilda shu Karvan teatrining 3-bölümü kan xalq ammasiga
sunuldi. Shu vaqtida andan keyin shu riyosatchilik tusini shundaq bir oq va qora deb ikki obrazni yaratish orqali buning ichidagi bayonlarni shundaq so'zlash ham aytish orqali shundaq sungan tomoshabinlarga. Buningki maqsad hamda yangi bir shundaq bir xarakterdagi bir kishliklarni shakllantirish. Buning maqsadi shu. O vaqtida naqsh aytdik hamda men opera teatr o'mkiga kirgandan boshlab o'zimning hamda o'sha naqsh aytish afzallikim bilan hozirgacha shundaq idoradagi rahbarlarimiz, ustozlarimizning qo'llab quvvatlashi bilan bizga bo'lgan ishonch bilan aytib boraman. Abay degandek men kichkimdan naqsh aytdim. Faqat o'zimni hamda montaj etganda oshkorlab boqmadim. Hamda bunda axborot vositalariga oshkorlab boqmadim. Hamda shundaq bir idoraningki, shundaq bir afzallikida shunchalik bir naqsh etilgan sharoitimiz bo'lg'achqa shu alaylikim bilan o'sha rejissyorlarning qo'llab quvvatlashiga erishib shundaq naqshini tang olib ketib borman. Bundan keyin taqim tirishima. Buldu yana sizdan shundaq bir ko'rmanlar ham men qiziqadigan bir savolni so'ramoqchi. Sizmi bir yosh tanilgan aktyor bo'lish sifatingiz bilan bundan keyin qanday yaxshi planlaringiz bor? Bundan keyin ko'nglimizda haqiqatan bir yaxshi planlarimiz bor. Mening planim hozircha o'zimga aniq emas. Chunki hozir biz ishlayotimiz shunaq bir yaxshi sharoitlarda nurg'un o'zimizning ortiqchilikni joriy qilyapmiz. Hamda hisobda planimni amalga oshirgandek 10 yillik berib ketmadim. Biz hamda san'at yo'lida hamda bir o'milashni tugitib, hamda bir mengishni o'rganayotgan bir boladeklam. Holatda nurg'un ustozlarimiz va shularning yetakchiligida, shularning bizni parvarish qilishida yana nurg'un oldimiz vazifalarimiz bor. Shu vazifalarni tamomlab bo'lgandan keyin hamda ko'nglimda hamda Uyg'ur teatrchiligida buningdan burun nihoyat shonliq davrni beshni o'tkazib bo'lgan. Mening hamda arzuyum, ham planim balki mush bo'lishi mumkin. Faqat shu yaxshi bo'lgan eng nadir asarlarni yana bir qayta bir qitim o'rinlab, undan keyin hozirgi davrdagi bolalarga bir sunish planim bor. Undan boshqa cho'ng planim yo'q hozircha. Qolgandan keyin ketayotgan yo'limiz bilan, niyatlarimiz bilan bir taraf bo'ldi deb o'ylayman. Buldu rahmat. Shu programmamizning oldingi sonlarini balkim sizmi ko'rganmisizlar deb turaylik, deb turing. Balkim programmamizning oldingi sonlarini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shu peshqadam ustozlar, kino artistlarimiz, aktyorlarimiz, ham rejissyorlarimiz bilan kinolar orqali suhbat olib beryapmiz. Shu suhbat jarayonida ayni vaqtida shu 88-yillar atrofida bo'lamdi. 80-yillarda shu bizning peshqadam aktyorlarimiz kino ishlagan vaqtda sharoit bek nachar ekan. Uskunlar hozirgidek ilg'or emas, qatnash hozirgidek yaxshi emas, to'r unchalik taraqqiy qilmagan, uchur aloqa davri hozirgidek bo'lmagan. Shu sharoitda shunday yaxshi asarlar chiqib, hozirgacha biz ko'gidek holatda bizga yaxshi kinolarni qoldirib ekan. Lekin hozirmi kinolar bor. Siz Abay degandek shu baxtsizlar filmini o'ynagan vaqtinglarda, shu kinoni ishlagan vaqtinglardami bir qism shunday yaxshi televiziya teatrlar qo'yilgandi. Lekin hozir shu orliqda bir bo'shliq bor. Buning uchun shu yosh aktyorlar bilan, rejissyorlar bilan sizlar qanday tirishchilik ko'rsatib bo'shliqni to'ldirishimiz kerak deb o'ylab baqdinglarmi? O'yladik. Hamda menimcha hamma o'ylaydi, men o'yladim, o'rtoqlashib boqqan bizning kasbdoshlar bor. Shu vaqtida siz demoqchi bo'lgan Abaytanqa shu mezgildagi shu bir davr ashnaq mangdi. Keyin hamda Allohdagi bir ishlar ba'zan bir o'zimizningki gapni ochiqon qilsak hamda ba'zan bir iqtisodga taqishib qolgan ishlar bo'ladi. Iqtisod ba'zan yar bermaganlik sababdan nurg'un bizningki texnikalik apardigan mashg'ulotimiz to'xtab qoldi. Buning uchun men bu san'at kasbi o'zining bir ulug' kasb, buningga iqtisod yar bergan asosda bu o'zining texmi chilligini, o'zining texmi andan keyin yarqin nuqtasini ko'rsatadi. Iqtisod yar bergan asosda balkim cheklimga uchrab qolishi mumkin. Arliqda balkim shu uchragan yeri balkim iqtisod bo'lishi mumkin. Bundan keyin bizning korxonachilarimiz yo'q, mablag' solgan o'rinlarimiz yo'q. Mushtaq yaxshi hamkorlashgan chaqda, mushtaq fikrimizni birga akilib o'rtoqlashgan vaqtimizda menimcha bundan keyin mushtaq san'at yo'llarimiz texmi taqdam ishib ketishi mumkin deb o'ylayman. Bu yoqda biz yaxshi o'ylashyapmiz. Bizning shuni o'ylash vazifamiz bor deb o'ylaysiz. Bizning shu yoqda mushtaq o'ylash vazifamiz bor deb o'ylayman. Nurmamat, unda xo'sa siz rol olgan kinolar oz emas. Sahnada nurg'un teatrlarni o'ynadingiz. Shu jarayonda sizga alohida ta'sir qilgan bir ishlar yoki ustozlaringizning yetakchilik qilish jarayonida esingizda qolgan ishlar bo'lsa, o'rtoqlashib aytamdiq. Bo'ldi.
Shu hamda 2002-yili maktabga qadam qo'ygandan boshlab hozirgacha hamda kasbiy hayotimiz deb o'tsak 14 yil o'tdi. Kasbiy o'makka imtihon berib kirib naqsh etish afzalligimiz bilan bosh rollarga taqsim qilindik. Buningmi shu bu vaqtlarda bizga ta'sir qilgan nurg'un ishlar bo'ldi. Masalan, G'uncham daramizni o'ynadik, G'uncham daramizda Nurimning rolini oldim. Andan keyin yaqinda Almuxan teatrini o'ynadik, muzikalik teatr. Almuxan muzikalik teatrida bir Asanboy deb bir boyning roli bor. Bu rol asli ustozimiz Adil Mujidga bo'lingan. Adil Mujidga ustozimga bo'lingandan keyin mening rolim boshqa bir rolda hamda. Men bu rolni yaxshi ko'rdim. Chunki Adil Mujid ustozim bu rolni bek yaxshi yaratib etdi. Yaratgandan keyin men bu rolni tabiiy yaxshi ko'rib, o'zimning rolni o'ynab bo'lgandan keyin yonda turib, ustozning o'ynagini ko'ratdim. Ko'rib tushgandan keyin oldiga qo'yib, bunda o'ynadim deb do'rab berdim. Maqsadim mush rolni men o'ynayman demoqchi-ku. Men herkes uning rol menga beradi demayman. Chunki u ustoz meni ko'rib, menga tushgan bo'lsa, u menga cho'qim beradi. Agar men bo'lmasa, tushmasa, u xarakter tushmasa, uni o'ynashning hojati yo'q. Men endi shunaqa bir oldinlarda shunaqa bir puratxonalardim degandan keyin ustoz Adil Mujid ta'sirlanib, buni rasmiy bilib, mush kasbni yaxshi ko'rganligimni his qilib, meni bir kun chaqirib, mush rolni sen o'yna deb men berdi. Berganda men endi o'zim hayron qoldim-da, unda bir yaxshi rolni berishning bizga pek foydasi bor. Uning ustiga shunday bir ustozning o'zining rolini bizga bergani, bu hamda idarada altirab bo'lgan ishlar emas. Chunki bizning kasb raqobat intayin kuchli. Mayli yuqori bo'lamdi, to'g'ri bo'lamdi, ustoz shogird degan bilan amal va ish qilib shaxsiyatlik nihoyatda chiqsindirilganda, chunki bu san'at o'xshamaydi boshqa kasbga. Shundoq keng qo'zg'aliqlar berganda men qo'shilib mush rolni o'ynadim. O'ynagandan keyin hamda ustoz menga dedi, deb sen yaxshi ko'rgansan dedi. Faqat bu dunyoda hamma narsa faqat yaxshi ko'rishni o'zi chiqadi. Yaxshi ko'rinmasa, bu o'zi chiqa olmaydi. Hammasi yolg'on shakllik bo'lib qoldi. Sen buni yaxshi ko'rganligingdan mush rolni men san berdim, chunki sen tushsa, xarakterim tushidi. Mush rolni yaxshi o'yna dedi, birga o'ynadik. Masalan, 10 maydon o'ynasak, 5 maydonni ustoz o'ynaydi, 5 maydonni men o'ynayman. Mushtaq hamkorlashib kelib, mushtaq yaxshi yetaklab, mushtaq bir gaplarni qilgan. Qilgandan keyin, anandan keyin menmi ham o'ynagan teatrlarning ichida buxardan chiqqadak hamda yaxshi o'ynadim degan rolim mush shu. Andan keyin Naqshul Emaknomning nurg'un asarlarga chiqdik. Ular ichida hamda asosiy rollar bizga tegdi. Masalan, Tangirtog' muhabbat degan Dilbar Yunuslardan o'ynagan bir muzikalik teatr var. Bunimi bu yil yana bir san'at bayrami bor o'tkazilgan Shanxayda. Buning qapbarimiz, buning bag'andimi cho'qim yaxshi natijalarni qazanib kelmaydi deb g'ayrat qilyapman. Mustaq rollar boshqa chiqib ham mana emas tirishib ketbarimiz, o'zimizning tajribalar hali yakunlanib qoldi. Mushtaq ustozlarimiz mushtaq gaplar bilan, mushundaq shakllar bilan ishlaymiz. Eng ta'sir qilgan narsam shu Almuxan teatridagi shu rolninki ustozning menga berishi shu arliqdagi jarayon oldi. Nurmamat bugun aytdi, ko'ngillik paranglashdik deb o'ylayman. Balkim ko'raman do'stlarmi, siz haqida, sizning san'at hayotingiz haqidagi fikrlarni anglab aytib xushal bo'ldi deb o'ylayman. Buningdan keyingi san'at hayotingizga texim utuqlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qadrli ko'rmanlar, rayonimizning san'at ishlaridan uchur berib kelayotgan san'atkorlarimiz bilan bo'lgan aloqamizni yaqinlashtirayotgan Tangirtog' san'at programmamizning bu soni mishada oxirlashdi. Kelasi programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.